Feodallik davridan keyin Toshkentda joylashgan Qashqar darvozasi hududi Qashqar mahallasi yuzaga keldi va u hali hamon shahar xaritasida saqlanib keladi. Qashqar mahallasi Toshkent hududining eski shahar chegarasidagi Qashqar darvozasi atrofida, Anhor kanalining chap qirg'og'ida joylashgan. O'zbekiston zaminida Uyg'urlar 15-16 asrlarda paydo bo'lishgan. Ularning yoppasiga ko'chishi esa 18-19 asrlarga, ayniqsa 1862-1878 yillardagi Xitoy qo'zg'olonini tinchitish davrlariga to'g'ri keladi. So'nggi ko'chish demak 54 68 hatto 70 yillargacha davom qiladi. Chunki o'sha paytda juda ko'p odamlar u yoqda Xitoyda yuz bergan siyosiy vaziyat tufayli undan keyin ba'zilar o'sha paytda sobiq Sovet hukumatining pasporti tarqatilgan, Sovet grajdani hisoblangan. Kimda unday pasport bo'lsa, Xitoy hukumati tomonidan ularni ishdan bo'shatib yuborgan, ular ishsiz qolgan, demak ketish kerak. Avlod Xo'jayev tarixning ushbu sahifalarini batafsil o'rgangan. Uning o'zi 20-asrning 50-yillarida Sindzian Uyg'ur avtonom viloyatidan O'zbekistonga ko'chib kelgan. Tarix fanlari doktori, sinolog, 170 dan ortiq ilmiy maqolalar, jumladan 4 ta monografiya va 3 ta kitob muallifi. Buyuk Ipak yo'li tarixi bo'yicha tadqiqotlar olib boradi. Men shaxsan o'zim shuning uchun o'zbekimni Uyg'urni asli bir xalq deb hisoblayman. Tili ham bir, madaniyati ham umumiy. Faqat yozuvi o'zgargandan keyin ikki xalqni tilida, madaniyatida juda ko'p o'zgarishlar bo'ladi. Uyg'ur tili o'sha arablar kelgan paytida, ya'ni arab imlosini qabul qilgandan keyin qanday bo'lsa shunday saqlanib qolgan bo'lsa, o'zgarish oz bo'lgan bo'lsa, o'zbek tili kirillitsaga o'tgandan keyin juda katta o'zgarish bo'lib ketadi. Ko'plab tarixiy madaniy yodgorliklarning yo'q bo'lib ketganiga, shuningdek, tarixning turli davrlarida diniy aqidalarning o'zgarib borganiga qaramay, Uyg'urlar o'z tillarini, yozuvlarini, milliy adabiyot, musiqa, folklor va og'zaki musiqa san'ati an'analarini saqlab qolganlar. Milliy an'analarning yorqin namunasi bo'lib, erkaklarning 30 o'g'il, Uyg'urlarning tili bilan aytganda esa mashrab uyushmasi hisoblanadi. Unga ma'lum yoshga yetgan erkaklar a'zo bo'lib kiradilar. O'z a'zolariga ko'mak ko'rsatish,
qo'llab-quvvatlash uyushmaning vazifasi sanaladi. Mashrab Uyg'ur xalqi milliy an'analarining asosidir. Mashrab bizning ota-bobomizdan asrlar bo'yicha davomlashib kelayotgan udum hisoblanadi. Mashrabningki asosiy maqsadi o'yin, kulka, o'ynabla ketish emas. Shu mashrab orqali shu urf-odatlarni saqlash, yoshlarni tarbiyalash, mashrab orqali butun mahallaning, yurtning ishini mashrab orqali boshqarish. Boy an'ana va sahna san'ati, musiqa, raqs, xalq og'zaki ijodi, odatlar va xalq o'yinlari mashrabda olib boriladigan yo'nalishlar hisoblanadi. Har bir yurt, har bir shaharlarda o'ziga xos nomlangan mashrablar bor. İli mashrabi, Do'lon mashrabi, Qumul mashrabi va Qashqa mashrablari. Bularning hammasining mazmuni bir, lekin shakllari har xil. Hamda iqtisodiy jihatdan ham buningga qo'llanadigan jazolar bor. Masalan, qo'y deydi, olma, anar, to'ga deydi, qo'g'in, tovuz o'xshagan narsalar bilan iqtisodiy jazo buyuradi. Eng yomon jazoga mashrabni qaytib berish. Assalomu alaykum yigit beshi qozi begim boshliqimiz o'g'il. Mashrab tadbirlarini o'tkazishda hamma amallar oldindan ishlab chiqiladi. Masalan, kaltak bilan savalash harakatlari jazolash hukmiga kiritilgan. Hayvon va parrandalar, xo'roz, qo'y ovozini berish. Bu narsa kimdir mashrabga kechikib kelsa qo'llaniladi. Parvozning choqi buzilib qopti-ki. Katami tushib ketdi. Shuni misal kech qopdi, men ko'chada ozroq kutib, o'zim shuning bilan kech qoldim. Aybimni bo'ynimga olaman. Ko'pchilikka tashlaylik, ko'pchilik nima? Hayvonotlarning shu parrandalarning birisini do'rab bersin. Razımızla 30'a Ozan bulgulu talep çıktı. Hayvanlardan birisini koyma, erçkimi, tohumu, ne mi biz doğrap versin dedim. Ya'ni bir sizga. Gejgisiga. Shuningdek, qo'y yoki boshqa hayvonlar vositasida qat'iy jarima tizimi ham qo'llab kelinadi. Jarimaning bu shakli mashrabda ishtirok etayotganlar orasida qozining ijozatsiz taomlanishga kirishib ketgan ishtirokchiga nisbatan qo'llaniladi. Uzr, kechirib qo'ysizlar. Har bir kishi o'ziga loyiq mukofot bilan o'ziga loyiq jazosini ham olish kerak. Shuning uchun men demoqchimanki, endi gapni cho'zmasaqda, o'sha Abduzxon degandek shu 15 qo'yga to'xtasaqda 10 koyunu 30 alın keliki konuldagida koyunu ekilishimizni ben so'rayman. Rozimisiz shu o'g'illar? Roziman, Olmadı ki Mashrab bir tomondan adolatni saqlab qolish maqsadida boshlovchi vazifasini o'tayotgan shaxsning nizolarini hal etishda namoyon bo'lsa, ikkinchi tomondan odamlarning urf-odat va an'analarini o'rganishlari uchun maktab vazifasini o'taydi. Mashrab uni qanday qo'llashni yaxshi o'zlashtirgan, madaniy ahamiyatni anglab yetgan, barcha amallarni mohirona ijro etadigan ustalar, shuningdek, bu ishga jalb qilingan barcha Uyg'ur tomoshabiylari va ishtirokchilari tomonidan saqlab kelinadi va kelgusi avlodlarga qoldiriladi. Gülçay. Çay başıldık gül bilen, ahırlışar çöl bilen. Bolusu var bu çayının, kaytırmısa kol bilen. Canan çinide oynan çay, tırnıkımda tohtan çay. İsle güzel amırıkım, özlerine takdim çay.
shuni ham ta'kidlash kerakki, 30 o'g'il erkaklar uyushmasi bilan birga 9 qiz yoki qaytar choy ayollar uyushmasi ham faoliyat ko'rsatadi. Ushbu yig'inlarda qatnashayotgan ayollarning ham yosh bo'yicha o'z guruhlari va an'analari mavjud. Murosim asosan bir-birimizga yaxshilik taraflarini, namoz o'qish taraflarini, mehmon uzatish taraflarini, anandan keyin mehmonlar kelgan chog'da ularni qanday uzatamiz, qanday kutib olamiz, dasturxonlarimizni qanday solamiz, shuni yoshlarimizga o'rgatamiz. Odamlik ketar senden, chin insonni topmasan. Voy, rahmat. Iki 2010 yil 15 noyabr kuni Afrikaning Nayrobi shahrida bo'lib o'tgan UNESCO nomoddiy madaniy merosni asrash hukumatlar aro qo'mitasi yig'ilishida Xitoycha mashrab marosimi zudlik bilan saqlab qolish lozim bo'lgan meroslar ro'yxatiga kiritildi. Borib, o'yinlarning ipini. O'chida go'zal axloq fazilat bo'lganda, andin farzandlarni yaramliq odam qilib yetishtirib chiqalaydi qizim. Uyg'ur millatining o'ziga xos tomonlaridan biri shod-xurramlik, quvonch va musiqaga yangilik hisoblanadi. Ayniqsa, qo'shiqchilik yaxshi rivoj topgan. Uyg'ur xalqining musiqa madaniyati tarixi uzoq asrlarga borib taqaladi. San'at mo'jizalaridan birini yaratish insondan nafaqat chidam va bardoshni, balki musiqaning nozik tomonlarini yaxshi his qilishni ham talab qiladi. Mahmudjon Ashimov musiqa asbobi ustalarining 7-avlodi. Cholg'u haqiqiy egasining qo'liga yetib borishidan avval o'zining belgilangan bosqichlardan o'tishi lozim. Uyg'urlarning musiqa asboblari haqida gapirib bersangiz. Uyg'urlarning musiqa asboblari o'ziningki soni tomonidan nihoyatda ko'p musiqa asboblari bor. Boy aytib o'tganga o'xshab dutor, tambur, ravo, qiyichak, oldin bizning 12 muqomimizda o'rinlangan qonun, soto asboblari ishlatildi. Ular 50 necha xil sonlik bo'lib, sifatlik xalq orasida keng tarqalgan. Shuning uchun Uyg'ur xalqi san'atga boy. Usta, mana shuncha chalg'i asbob yasaysiz. O'zingiz ham chalishni bilasizmi? Yasovchi usta chalishni bilmasa, o'zining yasagan asbobininki qanday chiqqanini bilmaydi. Unda chalib ko'rsating. Yaxshi chalaman.
Milliy an'analarni saqlash millatdan jasurlik va birdamlikni talab qiladi. Uyg'urlarda aynan shu sifatlarni kuzatish mumkin. Arvoh oshi, 7 onalar chaqirig'i, 40 suv asosiy va ko'p qo'llaniladigan odatlar sirasiga kiradi. Arvoh oshi tadbiri ham e'tiborga molik. Tadbir munosabati bilan chuchvaralar tugilib, sho'rvada qaynatiladi. Undan hosil bo'lgan ko'pik esa ko'plab dardlarga malham sifatida ishlatiladi. Xonada jam bo'lgan ayollarning har biri odamni bezovta qilayotgan dardlarning arishi uchun ushbu ko'pikdan paxtalarni namlab duolar o'qishlari kerak. Tadbirdan keyin ko'pik birorta mevali daraxt ostiga ko'miladi. Kasallar yo'qib ketsin, o'z egisini topsin. Allah o'zdirgan. Tomoq bo'lgandan keyin normalni to'ldirib qo'yaveramiz. Sen qo'ya. Marosim paytida quyidagi tartibga albatta rioya qilish lozim. Chuchvara va turli non mahsulotlari patnisga solinib, ko'chaga olib chiqiladi. Yo'l bo'yida qoldirilgan ushbu yeguliklarni esa birorta muhtoj odam o'zi bilan olib ketadi. Buni o'ziga xos ko'rinishdagi ehson deyish mumkin. Yana bir e'tiborga molik marosimlardan biri bu 40 suv. U chaqaloq sog'lom va baxtli bo'lib ulg'ayishi uchun o'tkaziladi. Ko'z tegmasligi uchun siriq, boylik uchun tanga, ma'rifat uchun gazeta parchasi va to'kin hayot uchun tilla buyumlar idishga solinadi. Ayollarning har biri ushbu idishga suv solayotib, chaqaloqning sha'niga tilak bildiradi. Barcha tilaklar aytilgach, chaqaloqni shu suv bilan artib yoki cho'miltirib beshikka soladilar. Unda qilib o'rab olaylik mana. Egiz kirdi kuchli. Egiz kirdi kuchli. Ilmin hor, illay bolam, illay bolam. Yaxshi bolam. Uzoq bo'lsin, insof to'liq bo'lsin. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, stolda nooddiy shakldagi ikkita non bor edi. Hurmatli ayollardan biri nonlarni boshiga qo'yadi. So'ng ular bo'laklanib, shu yerda hozir bo'lgan ayollarga tarqatiladi. Nonning o'rtasini esa farzandsiz juftliklarning ota-onalariga beradilar. Yuqoridagi barcha amallar biz uzoq bolalikda momolarimizdan eshitgan g'aroyib ertak va afsonalarga o'xshaydi. U hozirgi kunlargacha o'zini namoyon qilib kelmoqda. Yetti ona chaqiruvi, Alloh choyi, arvoh oshi kabi qadimiy Uyg'ur an'analari bugungacha saqlanib kelmoqda. Shunday ko'rish mumkinki, Uyg'urlar o'z an'analariga juda ham sodiq. Uyg'ur taomlari haqida gapirmaslik katta gunoh. Uyg'ur taomlari oshqozonning huzuri. Taom va ziravorlarning turini sanab ado qilish qiyin. Ularning har biri betakror ta'mga ega. Lag'mon eng mashhur va ommalashgan taomlardan biri. Uni tayyorlashda xamirga katta e'tibor beriladi. Tuzlarni yaxshi olib, yaxshilab ishlov berish kerak. Hamma gap ishlovda. Ishlov yaxshi bersa, xamir chiroyli chiqaveradi. Sar chiroyli bo'lsa, xamir chiroyli bo'lsa, lag'mon chiroyli chiqadi. Xamir o'z vaqtini kutib, yog'ga qorilguncha uning qaylasi tayyorlanadi. Hamma Uyg'ur taomlarini sanab chiqish qiyin. Masalan, qaylaning 100 dan ortiq xili bor. Ziravorlar esa undan ham ko'p. Qaylani tayyorlashda eng asosiy narsa turli o'tlardir. Ta'kidlash kerakki, Uyg'ur milliy taomlari O'rta Osiyodagi xalqlar pazandachiligi mulkiga aylangan. Vijingdan solib va mana achchiq suv deydi, shundan solib qo'yamiz. Mana ovqatimiz tayyor. Qo'ying.
siz tatib ko'rasizda, bahoni endi siz berasiz. Bu tayyor bo'lgan taomimizga bir yeb ko'ring. Mazali. Xamir pishdi. O'simlik yog'i bilan to'yindi. Endi uni cho'zish vaqti keldi. Mana xamirimiz tinganga o'xshaydi, yosh jarayonni boshlabsiz. Hozir mana xamirni, tingan xamirni pilta qilamiz. Pilta qilib laganga o'rab, ozgina ustidan yog'lab ana qilamiz, keyin lag'monga cho'zishga tayyorlaymiz. Ammo bu mashg'ulot anchayin chidam va qo'l chaqqonligini talab qiladi. Endi xamirni qaynatib, avval sovuq suvda, so'ng issiq suvda chayish kerak. Sovuq suvga yuvamiz. Qaytasi olib. Tayyor bo'lgan lag'mon xamiriga yangi qayla quyiladi. Sizga emas. 1,1,5 Uyg'urlar azaldan mohir quruvchi ham sanaladilar. Ularning me'moriy ishlari haqida afsonalar hamon mavjud. Olim Zayetov O'zbekistonda ko'zga ko'ringan me'morlardan biri. Uning rahbarligida bir qator binolar ko'kka bo'y cho'zgan. Hozir esa yangi savdo majmuasi qurilish ishlari davom etmoqda. Bu gipermarket 3 qavatli podvali bilan современный, zamonaviy desak bo'ladi. Bu qurilish Abu Saxiy tomonidan hamkorlikda chet ellik Xitoy tadbirkorlar bilan birgalashib qurmoqda. Agar Uyg'urlarning tadbirkorlik xususiyatlari haqida gapirmasak, millat haqida hech narsa demagan bo'lamiz. Axir savdo va tadbirkorlik har qanday mamlakat gullab yashnashining kafolati deb bejiz aytilmagan. Guliston Muhiddinova sayyohlik biznesiga 26 yillik pedagogik faoliyatidan so'ng kirib kelgan. Biznes yo'nalishini uning o'g'li taklif qilgan. O'g'lim 2003-yildan 2007-yilgacha Xitoy Xalq Respublikasi Urumchi shahridagi pedagogika universitetida o'qidi, 4 yil. O'qigandan keyin uni rus tili, ingliz tilini yaxshi, mukammal o'zlashtirgani uchun katta firma, yurtman firmasiga, turfirmaga Xitoyda taklif qilishadi Urumchi shahrida. U o'tda bir 6 oycha ishlagandan keyin o'g'limning taklifi bilan endi bu yerda harakat qilib ko'rdik, qarasak, yo'q, sharoitimizga to'g'ri keldi. Shun bilan Jannat makon diyor nomi bilan turistik firmani ochdik. Jannat makon diyor sayyohlik firmasi bugun O'zbekistondagi yetakchi tur firmalaridan biri. O'zining 5 yillik faoliyati davomida u biznes raqobatchilari orasida yaxshigina mavqega erisha oldi. Jannat makon diyor faoliyat olib borayotgan asosiy yo'nalishlar bu Turkiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirligi, Malayziya. Bu xalqning barcha xususiyatlari haqida so'z borganda, uning ziyolilari to'g'risida ham albatta gapirib o'tish kerak. Oguz Xon, Mahmud Qashqariy, Yusuf Xosxojiv, Iparxon kabi buyuk shaxsiyatlar Uyg'ur xalqining ko'zga ko'ringan yirik namoyandalaridan biri. Shu o'rinda Hamidxon Islomiy faoliyatiga alohida e'tibor qaratgimiz keldi. Hamidxon Islomiy mamlakatda ko'zga ko'ringan filolog olimlardan biri. Olim sifatida zamonaviy o'quvchi uchun noma'lum turli ilk manbalar tadqiqoti bilan shug'ullanadi. Hamid Islomiy o'z zamondoshlarini Alisher Navoiy, Bahovuddin Naqshbandiy, Najmiddin Kubro, Abdumansur Matrudiy, Sulton ul Orifiy, Ahmad Yassaviy kabi fan, adabiyot,
ilohiyotning buyuk namoyandalari ijodining uncha ma'lum bo'lmagan sahifalari bilan tanishtirgan. Navoiyni o'rganish bu osongina kechmadi. Sababi Navoiy asarlarining har birida, hattoki har bir g'azalida tasavvuf ta'limotiga oid g'oyalar turgani uchun tasavvufni o'rganishga to'g'ri keldi. Chunki bu tasavvuf o'z davrida, ya'ni bunda 1000 yildan oldin boshlangan. Shuning uchun tasavvuf ilmi bu umuman koinotni, ilohiy qudratni, insoniy taraqqiyot haligi bosqichlarini yaxshi o'rganuvchi va yaxshi idrok qiluvchi ta'limotdan hisoblanadi. Shuning uchun Navoiy asarlarida bu ta'limot nihoyat noziklik bilan singdirilgani uchun oddiy o'quvchi Navoiy asarlarini yoki g'azallarini o'qiganda tez anglab tushuna olmaydi. Sababi tasavvuf ta'limoti asosida yo'g'rilgan asar bo'lgani uchun bu asarni tasavvuf terminlarini bilmasdan turib tushunish har bir o'quvchiga ancha qiyinlik tug'diradi. Film ustida ishlash jarayonida millatlar asrlar mobaynida shakllanishiga, uning asosi bir umrga hamroh bo'lib qolishiga yana bir bor amin bo'ldik. Uyg'urlarda ushbu asos esa mehnatsevarlikda, tadbirkorlikda, hayotdan zavqlana olishda va doim olg'a intilishda namoyon bo'ldi.